Hop, eng katta sura qaysi sura? Eng katta sura Baqara. Eng kichkina surachi? Kavsar. Nechta suraligini ayt, sen bilasan-ku o'g'lim. Nechta sura? 114 ta. Voy, hammasini biladi. Biz hayajonlanyapmiz. Hozir biz 3 ta savol berdik, 3 oyga ham to'g'ri javob berdik. Yana bering. Endi birinchi nozil bo'lgan oyat qaysi oyat? Birinchi nozil bo'lgan Sen podskazka bersangiz, qayerda? Rasulumizga Payg'ambarimiz alayhissalomga G'ori Hiroda oyat nozil bo'lgan qaysi sura? Iqro. Mashalloh. Bering, savol bering. dadasi berinja, Bering. Savollar. Beravering, sal qiynalashtiraylik. Xo'p, eng oxirgi nozil bo'lgan surachi? Eng oxirgi Nasr dedi. Nasr. O'sha nima suraligini ayt? nima sura? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Mashalloh, aka bitta narsa Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, al-aynu haqqun degan. Ko'z tegishligi haq narsa. U siz mediaga chiqmay qoling. Allohumma barik. Bizni farzandlarimiz ham sizga o'xshasin. Yana bitta quchoqlab qo'yasiz. Mashalloh. Ukamizga to'xtatib turing.